Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda rus tilini o'rganayotgan har bir o'quvchi uchun eng zarur va eng ko'p ishlatiladigan 50 ta gaplarni birgalikda o'rganamiz. Bu gaplar sizga har kuni ishda, do'konda yoki umuman kundalik hayotingizda ishlatishingizda kerak bo'ladi va aynan shu gaplar orqali siz 80% rus tilidagi muloqotlarni o'rgana olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sababi sizni video davomida ruscha va o'zbekcha juda ham qiziq bo'lgan iboralar kutmoqda. Qani bo'lmasam, boshladik. Demak, birinchi bo'lim salomlashuv va tanishuv. Birinchi gapimiz: Здравствуйте. Assalomu alaykum. Как dела? Ishlaringiz qalay? Rad vas vidеть yoki qizlarda bo'lmasam, rada vas vidеть. Ya'ni sizni ko'rganimdan xursandman. Меня зовут Aziz. Mening ismim Aziz yoki qizlarda bo'lsa, Меня зовут Aziza, mening ismim Aziza. Очень приятно познакомиться. Tanishganimdan xursandman. Откуда вы? Qayerdansiz? Как вас зовут? Ismingiz nima? Очень рад встрече. Uchrashganimdan juda xursandman. Qizlarda bo'lsa, очень рада встрече, ya'ni a qo'shimchasi qo'shiladi. Как вы себя чувствуете? O'zingizni qanday his qilyapsiz? Вы говорите по-русски? Siz rus tilida gaplasha olasizmi? Bu gaplarni aytganimdek ishda, ofisda yoki kundalik hayotingizda yangi tanishgan insonlaringiz yoki yaqinlaringiz bilan salomlashuvda ishlatishingiz mumkin. Endi esa kundalik hayotda ishlatadigan gaplarimizga o'tamiz. Demak, ikkinchi bo'lim kundalik hayotda eng kerak bo'ladigan gaplar. Как прошел день? Kuningiz qanday o'tdi? Я очень устал yoki qizlarda я очень устала. Men juda charchadim. Мне нужно отдохнуть. Men dam olishim kerak. Пойдем гулять. Yur, sayr qilamiz. Мне все равно. Menga farqi yo'q. Мне нужно время. Menga vaqt kerak. Я сейчас занят yoki qizlarda я сейчас занята. Men hozir bandman. Я не понимаю. Tushunmadim. Мне nравится. Menga yoqdi. Это очень важно. Bu juda muhim. Stop. Agar siz rus tilini istagan vaqtingizda va 0 dan 3 oyda razgovor darajasigacha chiqmoqchi bo'lsangiz, sizga bir muhim tavsiyam bor. Razgovor o'z onlayn rus tili maktabida har oyda 400 dan oshiq o'quvchilar ro'yxatdan o'tib, birinchi oyning o'zidanoq rus tilida erkin gapira boshlashyapti. Kursda darslar onlayn tarzda va haftada 7 kun bo'lib o'tadi. Ya'ni 3 kunida ustoz bilan birgalikda jonli tarzda razgovor darslari va undan tashqari 3 kunida video darslar orqali grammatikani o'rganasiz va bonus sifatida dam olish kuni, ya'ni yakshanba kunida kreativ bo'lgan musiqali darslar orqali rus tilini o'rganasiz. Kursga ro'yxatdan o'tish uchun linkni video ostiga joylab qo'yganmiz. Bemalol linkni bosib turib, o'zingizni raqamlaringiz va ma'lumotlaringizni qoldirishingiz mumkin. В целом я очень доволен структурой курса и методом преподавания. В один день я получаю хорошее объяснение грамматики и словарного запаса, а во-вторых, мне лично созванивается, чтобы ответить на вопросы и обсудить домашние задания. Такие сочетания действительно помогают мне лучше понимать материал и применять его на практике. Я ценю терпение преподавателя и гибкость расписания. Это очень эффективный и увлекательный способ изучать язык онлайн. Спасибо. Привет, друзья! Я хочу рассказать про наши онлайн-курсы русского языка «Разговор УС». Я уже закончил этот курс, и я думаю, уроки очень понятные и удобные. И самое классное, можно было 3 раза в неделю можно говорить с учителем по Telegram, и можно тренировать разговор. Я думаю, если заниматься регулярно и делать домашку, результат приходит очень быстро. Agar ushbu iboralarni bilsangiz, siz suhbatni erkin davom ettira olasiz. Va 3-bo'lim. Bilasizmi, har kun biz qayerga boramiz? Albatta, supermarket, restoran yoki bo'lmasam kafega. Demak, aynan o'sha yerdagi so'zlarni o'rganamiz. Demak, 3-bo'lim. Do'konda, kafeda yoki supermarketda ishlatiladigan gaplar. Сколько это стоит? Bu qancha turadi? Можно мне это, пожалуйста? Menga shuni bering, iltimos. У вас есть скидка? Sizda chegirma bormi? Я просто смотрю. Men shunchaki qarayapman. Очень вкусно. Juda mazali. Где находится касса? Kassa qayerda joylashgan? У вас есть меню? Sizda menyu bormi? Можно счет, пожалуйста? Hisobni bering, iltimos. Я ищу вот этот. Men aynan shuni qidiryapman.
Ya budu вот это. Men shuni olaman. Oramizda ishlaydiganlar albatta ko'p bo'lsa kerak. Keling endi ofisda va ishimizda ko'p qo'llaniladigan rus tilidagi gaplarni birgalikda o'rganib chiqamiz. Demak, 4-si ish va ofisdagi gaplar. Доброе утро. Можно вас на минутку? Xayrli tong. Maylimi sizni bir daqiqaga? Я хотел уточнить один момент. Men bir narsani aniqlashtirmoqchi edim. Я отправил отчет. Hisobotni yubordim. Не волнуйтесь, все под контролем. Xavotirlanmang, hammasi nazorat ostida. Спасибо за помощь. Yordamingiz uchun rahmat. Когда дедлайн? Дедлайн qachon? Мне нужна ваша подпись. Menga sizning imzoyingiz kerak. Пожалуйста, отправьте мне файл. Iltimos, faylni menga jo'nating. Мы можем это обсудить позже. Buni keyinroq muhokama qila olamizmi? Biz har kuni telefon va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanamiz va shu sababdan hozir biz sizlar bilan birgalikda onlayn formatdagi yozishmalarda qanday gaplarni ishlatish kerakligi haqida o'rganamiz. Demak, 5-bo'lim. Telefon va onlayn muloqot. Allo, я вас слушаю. Allo, men sizni eshityapman. Вы не могли бы повторить, пожалуйста? Buni qaytara olasizmi, iltimos? Я перезвоню позже. Keyinroq aloqaga chiqaman. Хорошего дня. Sizga yaxshi kun tilayman. Связь пропадает. Aloqa uzilib qolyapti. Пишите мне, пожалуйста. Menga yozib yuboring, iltimos. Я сейчас не могу говорить. Men hozir gaplasha olmayman. Вы онлайн? Onlaynmisiz? Спасибо за звонок. Qo'ng'iroq uchun rahmat. До свидания. Xayr. Ko'rishguncha. Xo'sh, endi navbatdagi 10 ta iboralarga o'tsak. So'nggi 10 ta iboralar orqali siz do'stlaringiz bilan rus tilida qanday muloqot qilish kerakligi haqida bilib olasiz. 6-bo'lim do'stlaringiz bilan muloqot. Как ты? Qalaysan? Я скучал по тебе. Seni sog'indim. Пойдем в кино? Ketdik kinoga. Это хорошая идея. Bu zo'r fikr. Увидимся завтра. Ertaga ko'rishamiz. Что нового? Yangi narsalar bormi? Давай, встретимся позже. Kel, keyinroq uchrashamiz. Ты сейчас свободен? Hozir sen boshmisan? Со мной не скучно? Men bilan zerikmayapsanmi? Давай еще погуляем. Kel, yana biroz yuramiz. Demak do'stlar, bugun sizlar bilan birgalikda rus tilidagi eng kerak bo'ladigan 60 ta gapni o'rganib chiqdik. Rus tilida erkin gapirishingiz uchun hali o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p, lekin hech bo'lmaganda mana shu 60 ta so'zni siz yodlab olsangiz, kundalik hayotingizda suhbatlarni oson gapira olasiz va ular bilan, insonlar bilan yaxshiroq suhbatlasha olasiz. Ushbu lug'atlarning barchasini Telegram kanalimizga joylab qo'yganmiz va Telegram kanalimizning linkini izohlarda yozib zakripit qilib qo'ydik. Video yoqqan bo'lsa, like bosib sahifamizga obuna bo'ling. Sababi biz bilan tekinga videolarimizni kuzatib rus tilini o'rganishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda qanday mavzularni, qanday darsliklarni olib chiqishimizni xohlar edingiz, izohlarda buni ham yozib qoldiring.